bilasizki, ota-ona ko'kdan yerga tushishga sababchi bo'lsa, ustoz bo'lsa, yuqoriga ko'tarilish, muvaffaqiyatga ko'tarilish uchun asosiy omil bo'lib xizmat qilar ekan. Mana shu yerga qarzga, muammoga botgan paytim, hattoki jonimga qarz qilaman degan holatlarga borgan paytimda ustozim yo'l yo'riq ko'rsatganlar. Noila, bugun butun tanamizda, bugun hayotimizni boshqarib kelayotgan bu bizning ongimiz bo'ladi. Mana shu ongimizni biz to'g'rilasak agar, hozir kunda yo'qotish ongida bo'lganligingiz uchun mana shunchalik qarzga, tubsizlikka tushib ketyapsiz. Keling Noilaxon, mana shu yerga qarzlar ro'yxatini yozasiz. Balkim o'sha ro'yxat ichida o'zingiz ham bo'lishingiz mumkin deganlarida haqiqatan o'ylab qarasam agar ko'p paytlar o'zimga va'da berganman, mana shu ishni qilay, Xudo xohlasa, albatta mana shu narsani o'zimga olib beraman degan paytimda yetishmovchilik, farzandlarga yetishmovchilik evaziga to'xtab tur Noila, hozir buni qilib olay, buni qilib olay deb o'zimni ham unutib qo'ygan joylarim bo'lgan.